mana Makkada o'tiribmiz. 17 kun bo'ldi, qiynalib ketdik. 2 ta bolam, onam yoshi katta. 3 ta xolam, 2 ta tog'am bilan 9 kishi bo'lib kelganmiz. Hech kim qaramayapti bizga, hech kim yordam bermayapti. Onam kasal, doktor chaqirsam, doktor yo'q deydi, dorilar yo'q deydi. Madinaga hali olib borishmadi. Jad firmasidan keldik. Bizani iltimos O'zbekistonga qaytib ketishimizga yordam beringlar, iltimos. Bunaqa qiynalib yurmaylik. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ellikboshmisiz? Ellikboshmisiz? Mana shunaqa 50 boshlar kelgan hojilarimiz mana shunaqa xo'rlab o'tirishdi. Mana. Qancha bo'lsa tanlamayapman opa. Neka kelib olib, umraga kelib olib, qancha bo'lsa qancha qilyapti erkaklarga qarab. Nima qilish kerak endi? Qarab turing. Nima qilish kerak? 5 bola bor-ku, hammasidan besi chiqaryapti. O'rtoqlar. O'zbek ayol begona yurtda ayoli bo'lsa, qo'llashadi, begona erkaklar begona yurtda ayolini qo'llaydi. Nega o'zbek ayolini qo'llashmaydi? Bunaqa qo'llashadi o'z yurtida. Katta bola qilgansizmi? Jad bilan keldim aka, chiqmagan joyim qolmadi. Hammaga chiqdim, iltimos qildim. Qayerdan keldik? Toshkentdan keldik. Toshkentdan keldik. 5 ta odamga iltimos